5 xonali bo'lsin, birinchi etaj bo'lsin, eng zo'r planirovkada bo'lsin, огородlari tayyor sizlarga zo'r taklif qilmoqchiman. Yunusobod 14-kvartal. Bu yoq tarafimizda Samara, Chorraha, Sayram, bu yoq Media Park, Korzinka kompleks infrastrukturalarimiz zo'r. Asfalt ko'cha yo'l yuzidan bir 100 metrcha kirib kelyapmiz. Uyimizning общий maydoni 110 kvadrat metr. Remont holatiga keladigan bo'lsa, o'rtachadan sal pastroq. Bunaqa uy yangi remontli 140-150 atrofida sotiladi. Bunaqa uylarimizda kamdan kam chiqib turadi. Bu 2 ga 9 balkonli. Mana bu orqa tarafi. Orqa tarafdan ham kirib chiqsangiz bo'ladi. Oldi podyezddan foydalansangiz ham bo'ladi. Bemalol 3 ta mashinani sig'dirib, naveslarni chiqartirib, tapchanlarni qo'yib, elektromobillarni zaryadga qilsangiz ham bo'ladi. Uy egalari 96.500 AQSh dollarida so'rashyapti. Sunnatli kelishiladigan joylari bor. Telefon raqamlarini endi qoldiraman, aloqaga chiqib turasiz. Birgalikda uy ichini ham ko'ramiz. Tashqari огородdan kirganimizda biz balkonga kiramiz. Balkonimiz 2 ga 9 metr uzunligida. Mana bu yerda ozgina перегородка bo'lib qo'yishibdi, oshxonani yana ham ajratib. Keling, bu yoq tarafdan kiradigan bo'lsa, biz zalga kiramiz. Zalimizda udvoyniy zal, 4 xona udvoyniy zal, 5 xona hisobida hujjatda yuradi. 30 kvadrat zalni o'zi bo'ladi. Keling, bu yoqqa kiradigan bo'lsa, bizda koridor, prixochka, uzungina koridor. Bu yoq eshigimizda podyezddan kiradigan eshigimiz. Bu yoqdan ham kirib chiqsangiz bo'ladi. Xonalarimiz уже bo'linyapti. Bu yog'imizda bizda birinchi xona spalni, bu yog'imizda ikkinchi xona spalni, bu yog'imizda uchinchi xona spalnimiz bo'ladi. Mana bu spalni. Buni chap tarafini ham ko'rsatsangiz, garderobni qilib foydalansa ham bo'ladi. Mana bu yoq tarafi. Keling, bu yoq tarafda yuradigan bo'lsa, sanujalarimiz alohida. Bu yog'imizda hojatxona bo'lyapti, bu yog'imizda esa hammom bo'lyapti. Shu bilan biz oshxonaga kiryapmiz. Oshxona o'tirib ovqatlanadigan zona maxkama bilan qo'yib qo'yishdi. Bu yoq tarafimizda balkon 2 ga 9. Naryodan boshida kirib kelganimizda bu yoqqa tayinlaydigan zona. Narxi zo'r 96.500 tezda aloqaga chiqib turasiz. Ma'lumot telefon orqali bilsangiz ham bo'ladi.